Umidaxondan nima eshitamiz bugun? Umida, xush kelibsiz. Avvalambor. Xo'sh, bugun Abdulla Qodiriyning Zaynab nolasi. Juda yaxshi. Demak, biz rejissyorimizdan yana iltimos qilamiz, yana bir ronda chiroyli fonni bersalar, demak, eshitamiz. Otabegim, Otabegim, muhabbatim mangu sizga jon begim. Baxtliman, baxtimdan o'rgilay dedim. Mehrim ortib ko'ksingizga osilsam, mendan asta o'zni tortdingiz begim. Tunlari qayda tunaysiz, bir kelib xabar olmaysiz jon begim. Shunda ham yurak bor demaysiz, nahot dardlarimni tinglamas hech kim. Gulim deng, yorim deng, jonim deng begim. Kumush ikkimizni ko'ring teng begim. Hech bo'lmasa qulim, cho'rim deng begim. Uyingizda hech kimlikdan to'yib ketdim. Olov otash bo'lib kuyib ketdim. Gar dardimni so'zlasam, toshlar erib bitdilar. Yor yo'liga ko'z tikib, yoshlar qurib bitdilar. Yig'lamayman, yig'lamayman, yig'lasam bu Xudoga nolishdir. Dardimni bergan Alloh tunda hamroh bo'lishdir. Alanga olmoqda mening vujudim. Bugun Marg'ilondan Kumushoy kelar. Kelmagin, kelmagin ey jon kumush begim, so'zim olmaydi. Men kundoshga chidarman, qalbim chiday olmaydi. Zaynabni ham bir eslang, ishq sharobin ichgan on. Men bolishni quchganman, bek kumushni quchgan on. Haydamangiz, ketaman, Marg'ilonga qayting siz. Meni so'raganlarga mendan salom ayting siz. Zaynab endi telbading, ishq ko'yida devona, baxt ko'rmagan kulbading, yurak bag'ri vayrona. Mayli, faqat itarmangiz ko'ksimdan. Ko'ksim ilmat eshikdir. Men kechganman o'zimdan. Bag'rim bo'm-bo'sh beshikdir. Ey yachang, gap bo'lishi mumkin emas. Men mana hozir ijro qilyapsizki, o'sha muhitga, o'sha holatni his qildim. Bu sizni aktyorlik mahoratingiz, albatta tomoshabin his qilish kerak-da, to'g'rimi Behruzbek?